Og'izdan hid kelishi, og'iz hidlanishi to'g'risida shikoyatlar qilishadi. Buni asosiy kelib chiqish sabablaridan bittasi oshqozon qizil o'ngach orasidagi sfinkterni, ya'ni qopqoqni ishlash faoliyatini buzilishi hisoblanadi. Normada qizil o'ngachdan oshqozonga o'tish sfinkteri yopiq bo'lishi kerak. Mana ovqat luqmasini yutgan paytimizda avtomatik ravishda, ixtiyoriy ravishda bizni insonni ixtiyoriga bo'ysunmagan tarzda sfinkter ochilib, ovqat luqmasini oshqozonga qo'yib yuborib, yana yopilishi kerak. Og'izda hidlanadigan bemorlarda bu holat teskarisi bo'ladi. Ya'ni sfinkter yopilmaydi. Bu mana 1 yil, 2 yil, 3 yil sfinkter chala ishlashi, yopilishi oqibatida og'iz hidlanishi kundan kunga kuchayib boraveradi. Tilda oq, sariq qarashlar bilan qoplanish holatlari kuzatiladi.